Akalar, O'zbekistonga Lamborghini Urus kirib keldi. Hurmatli obunachilar, Namangandagi Jitur salonida sotuv boshlandi. 40 million so'm boshlang'ich to'lov bilan minib ketsak bo'larmikan? Mana shu narsa qiziq xalqimizga aka. Qanaqa Lamborghini? Bu mashinamiz Jitur Dashing bo'ladi. Jitur Dashing Avstraliyadan kirib keldi albatta O'zbekistonga. Bu mashinaga aka 40 million so'm to'lov bilan oylik to'lovlaringiz ko'p chiqishi mumkin. Aka attiga 8 ming dollar pul bilan keling. Men sizga oylik to'lovlar qiynab qo'ymaydigan holatda qilib chiqazib beraman. Buni ham bu mashinaga aka 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolat bor. Usta zaptas degan narsadan endi umuman muammo yo'q. Ana. Bilasizmi, shunaqangi charchab ketdimki, men ham odamga o'xshab sevilgim keladi. Mehrli nigohlarni sog'indim. Sizni sukut saqlashingiz menga yoqyapti. O'zimizda rasmiy servisimizda hamma narsa mavjud. Lekin sizga ma'qul keldimi mashina aka? Omon mashinani aka Dodo xo'jasiga aytib qo'ying. Aka 8 ming dollar pul bilan kelishsin. Bitta pasport, hech qanaqa rasmiy daromad, hech narsa so'ramaymiz aka. Ana. Bitta pasportga bir kunda ishingiz bitkazib chiqamiz. Manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor Promzona yo'lda. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, sizga to'liq ma'lumot berishadi. So'rasangiz, lokatsiyani ham tashlab berishadi. Hamma avtosalonni kutib qolamiz. Bu tarafda Jitur Afsani Instagramini qoldiraman, o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqaman. Eng muhimi, Bilasizmi, o'ylab qoldim. Qachon o'ylash boshlading? O'tgan haftada. akalarim ushbu hafta mashinani ko'cha-ko'yda minib yurgan ko'rganlar buni do'stlar Jitur Dashing nima edi? Lamborghini Urus deb o'yladi. Utta menga o'xshab. To'g'rimi aka? Albatta. Hammani kutamiz. Zo'r qilib chiqazib beramiz.